o'tkazvormasdan eshiting. Imom Buxoriylar avlodi, ne buyuk zotlar zurriyodi. Loyqalanib bugun hayoti, bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Qarang, xalqimizdan kimlar chiqmoqda? Biz maynavoz kofir oyga uchmoqda. Millat aynib xo'p buzilmoqda. Bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Ayting, sizdan kim faxrlanar? Hatto farzandlaringiz sizdan uyalar. Hoy siz maymun, tovuq, eshak miyalar. Bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Hoy sizni ham ota-onangiz bormi? Yo bilmaydi, yo unutgan orni. Yodga oling Parvardigorni. Bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Indamasmi qarindosh urug'? Yo ular ham sizday jipiriq? Ahli islom bu qanday qiliq? Bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Bular bari benamozlikdan, ilmsizlik, savodsizlikdan, uyatinglar bu hayotingizdan. Bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Musulmon hech bundoq bo'lmaydi. Behayo, fahsh so'z gapirmaydi. Masxaralab, ermak qilmaydi. Bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim. Qachon bizdan olimlar chiqar? TikToklarda ermaklab yursak, o'g'nalmaymiz bilinglar hech ham. Doim shunday ermaklab yursak, tanbeh berib ogohlantiray, sovg'a berib like bosib tursak, bo'g'zimga qisildi aytmoqqa gapim, xalqim mening maynavoz xalqim.